Dada. Şahanlardan söylene, şahanlardan söylene, sallanırlar. Ha o'g'iltoy, настроениyangiz zo'r. Oylikcha oldingmi? Rahmat dada sizga. Boringizga shukur. Yaxshi ishga qo'yib qo'ydingiz. Shu tualet biznes zo'r ketyapti. Soqqani soqqaga uryapman. Lekin dada iltimos. Dada sifatida aytingiz. Meni yaxshi ko'rasiz-ku. Judalar. Mana yurib turishimga, mana bu hidohimga, mana bu oylik yetadimi, dada? Mana bu pul yetadimi yashashga? Ertalabdan kechgacha shu tualetda turman. Shu xidimni almashtiraman deb, duxiga ham yetmaydi-ku bu pul, dada. Ishni almashtirsangiz almashtiring. Sen maniga kel yaqinroq. Sen yottoyroq nafsingni Rossiyaga tashab kelibsan. Men senga hozir nafsingni trenirovka qildiraman. Tez ol. Turqingga urayotmayroq. Uni qara. Menga qara, Gudjonsin bashara. Rangi qanaqa edi? Qora? Sariq edi. Shunday katta ekskavatorda ko'rmayapsan. Nafs o'lsa nafs. Nafsingga uray. Mana senga ikkinchi zadaniya. Mana bu plastik. Kimgadir yaxshilik qilishni xohlayman, o'g'lim. O'polni. Aka, bu kartangizda pul yo'q. Qana yo'q? Shu ma'lum hozir. Alo. Dada, kartada pul yo'q-ku. Kartada o'zi umuman pul yo'q edi. Nafs ko'rsin, nafs. Nafs deysizmi? Hozirga nafs ko'rsataman. Dada, Navoiyda joylashgan eng katta gilam markazi mana shu Sputnikda bo'ladi. Hozirgi kunda 1-dekabrdan 31-dekabrgacha yilda bir marta bo'ladigan katta chegirma e'lon qilindi. O'zi gilamlari zavod narxida olsangiz bo'ladi. Ya'ni nima emish? 10% dan 40% gacha chegirma qilindi. Endi mabodo dadajon pulingiz yetmasa, muddatli to'lovga qilib beradi. Malol bo'lib to'lasangiz bo'ladi dadajon. To'xta, o'g'lim. Menga bo'lib to'lashga ham, aksiyaga ham gilam kerak emas. Kecha G'ayrat ayla aksiyadan olibdi. Men u paskudadan pas bo'lmasligim kerak. Ana shu gilam markazidagi eng qimmat gilamni ura bersin, shitir sanayman, tamom. Dada, nafs o'lsin-a, nafs. Mana bir don to'ylar. Şahanlardan söylene, sallanırlar.